Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bu komplegimizda ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Albatta, videoda o'tkazib yubormanglar, chunki bu komplegimizning narxi o'ta ham qiziq. Sizlar uchun xudo xolasa komplegimizning ko'rinish holatlarini ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Buni biz plastmassa holatda ishlab berganmiz. Tepa qismlari patinalar bilan sachib chiroyli holatda bo'lgan, ranglar shampansvet materiallar, turetskiy materiallar bilan gullarini ko'ringlar, o'ziga o'ta yarashgan holatda bo'lgan. Hamma narsasi plastmassa bo'lgan. 12 ta stullari bor. Xon taxtamizga kelamiz. Xon taxtamizni ustidagini qaranglar. Bagimalar o'ta chiroyli holatda turetskiy bagimalar qo'yib berganmiz. Hollarimiz yon tomonlariga ham e'tibor qilibsizlar. Tepalari xuddi shunaqangi oynali holatda bo'lgan. Taylari ham quyma plast ishlab berganmiz, 12 talik. Narxiga kelamiz. Narxi $1800 bo'ladi. Albatta narxiga arzisa kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qo'yasizlar. Like, podpiska bosib shu Vodiy Mebelga kuzatib boringlar.